Xo'p, Tailand poytaxti Bangkok shahrida mana 4 kundirki xizmat safarida biz bu safar davomida Sirdaryo viloyat hokimligi vakillari Asosio, ya'ni Osiyo va Okeaniya AKT tashkiloti, ya'ni yirik tashkilotning sammitida ishtirok etdi. Bu tashkilot 24 ta iqtisodiy hududda o'zini 17 ta mamlakatlar bilan hamkorlikda olib boradigan IT AKT sohasidagi juda yirik tashkilot hisoblanadi. Bu tashkilotga a'zolik O'zbekiston uchun bir necha yillar davomida davom etgan. 2023-yil bosilgan birinchi qadamlar Malayziyaning Kuala Lumpur shahrida boshlangan o'sha uchrashuvlar, muzokaralar va mana bugun 26-yili mana shu oyda Bangkok shahrida imzolandi va rasman O'zbekiston, aynan Sirdaryo viloyati hokimligi AKT, ya'ni Asosio, mana shu Osiyo va Okeaniya AKT tashkilotini a'zosi sifatida qabul qilindi. Bu tashkilotga a'zolik nima beradi O'zbekistonga desak, aynan bu tashkilot O'zbekistonni kelajakda IT sohasidagi salohiyatini oshirishda hamkorliklarga ko'mak beradi. Qanday ko'mak beradi desak, masalan, olaylik Bangkokdagi yoki Tailanddagi yoki olaylik Yaponiyadagi yirik bir IT kompaniyasining faoliyatini, ya'ni qanaqa tashkilotni Sirdaryo viloyatida o'z filiallarini ochish, bular orqali til biladigan, texnik ko'nikmalarga ega bo'lgan yoshlarni ish bilan ta'minlash va to'g'ridan to'g'ri IT sohasidagi bilimlarni oshirishda juda qo'l keladi va ko'maklashadi. Shuningdek, bugun O'zbekiston Respublikasini Tailandning Bangkok shahridagi bosh konsulxonasida ham uchrashuvlar belgilangan, uchrashuvlar amalga oshirilmoqda. Bu uchrashuvda Tailandning Bangkok shahridagi barcha o'sha AKT sohasidagi kompaniyalar ishtirok etmoqda. O'ylaymanki, bu tadbirda bosh konsulimiz O'zbekistonning investitsion salohiyatlarini ko'rsatib, taqdimot qilyapti. Taqdimotdan so'ng viloyat hokim maslahatchisi Oybek Anvarov keyingi mana shu O'zbekistonda umuman viloyatni salohiyatini, so'nggi yillarda IT sohasidagi O'zbekistonda erishgan yutuqlar haqida taqdimotlarni amalga oshirmoqda va taqdimot so'ngida bir necha tashkilot va kompaniyalar hamkorligida memorandumlar imzolanishi ko'zda tutilgan.